Endi kеше qanday figuralar, ya'ni muyush bilan uch muyushliklarni tushuntirib o'tdim. Uch muyushlikning ichida yana tushuntiklarimiz bor, so'larda ko'rib o'tishimiz kerak. Misol kеше aytib, uch muyushlikning ichida muyushlar bo'yicha ham taraflar bo'yicha turlarga bo'linadi dedik uch muyushlikda. Endi muyushlar bo'yicha bo'lgan kezimizda so'ning ichida 1 gradusi 90 gradusga teng bo'ladigan to'g'ri muyushlik uch muyushlik deganimiz bor. Sol uch muyushlik to'g'ri aytib o'tishimiz kerak, ya'ni bulardan ne farqi bor? Bu uch muyushlikning taraflarining o'zining yarasa atamasidir. Ya'ni qandaydir bir so'zlar bilan at qo'yilgan. Ya'ni soni qanday qilib ataladığını ko'rib o'tamiz. Endi bu suyur muyushlik, uch muyushlik, to'g'al muyushlik, uch muyushlikning taraflari deb aytaveradi. Bu taraf, asa tarafi deb turib taraf deb aytaveradi. To'g'ri muyushlik, uch muyushlik sal boshqacha. Misol uchun o'ylaymiz, A-bisi to'g'ri muyushlik, uch muyushlik beriladi. Bu muyushlik 90 gradus deb aytib o'tdi. Ya'ni bu 4 muyushlik qilib qo'ysa, kecha aytdik, gradus belgisini qo'yib yurmaydi. 4 muyushlik qilib qo'ysa 90 gradus deb tushuntiramiz deb aytdi. Ya'ni sol 90 gradusga qarama-qarshi turgan tarafimiz eng ulkan tarafi bo'ladi bu. Uch muyushlikning ham sol eng ulkan tarafini gipotenuza deb ataydi. Ya'ni asl tarafin gipotenuzasi deb aytadi. Ya'ni 90 gradusga qarama-qarshi turgan taraf. Odan boshqa iki tarafi bor. Mana AB ham BC degan taraflari, bularni katetlari deb ataydi. Ya'ni qalasangiz AB tarafi deb aytsangiz bo'ladi, yo bo'lmasa AB kateti deb aytsangiz ham bo'ladi. Endi ko'pincha kitoblarda yo bo'lmasa hisoblarda bergan kezingda gipotenuzasi 10 ga teng, katetlari 8 ga teng, 6 ga teng deb turib hisob beradi. Shu yerda sizlar katet degan ne, gipotenuza degan ne deb tushunib o'tiringiz kerak bo'ladi. Biz sol bilan o'zgachaligi bor. Endi taraflar bo'yicha turlarda bo'linadi. So'larning ishida da biri bor. Mana teng qaptali uch muyushlik deganda buningda bir o'zining yarasa atamasi bor. Endi teng tarafli uch muyushlik, qolgan ikkinchisi uch muyushlik deganlarda taraf deb aytib ketaveradi. Endi teng qaptali uch muyushlikda ne? Teng qaptali uch muyushlik. O'yliq bir uch muyushlik berildi. Buda kecha aytib o'tdik, ikki tarafi bir-birini teng bo'ladi dedik. Sol iki bir-birini teng bo'lgan taraflarin qaptal taraflari deb aytadi. Ya'ni hozir bizlar AB bilan BC bir-birini teng bo'ladigan bo'lsa, bularda qaptal taraf deb aytamiz kerak. Qolgan uchinchi tarafin bo'lsa, ultani deb aytadi. Ko'pincha osud ko'rinishida sıziladi. Qaptal taraflar jo'g'ariga, ultani to'monga sızib qo'ysa, to'monda ultan, bularni qaptal taraf deb aytib ketamiz. Bo'lmasa to'nkarib berib qo'yish mumkin, aljastiruv uchun endi главный sizlar nizat siz bir-birini teng taraflarni siz, ularni qaptal taraf, uchinchi tarafini ultan deb aytib ketaverasiz. Endi yana bir zat bilamiz kerak, A bilan BC teng ekanini hammamiz bilamiz. Teng qaptal bo'lgan uchun. Yana bir teng yeri bor, bu A muyush bilan C muyushi bir-birini teng deb aytiladi. Ya'ni ultanindagi muyushlari bir-birini teng bo'ladi. Misol uchun A muyushi 30 gradus bo'lsa, C muyushi 30 gradus bo'ladi degan so'z bor. Endi uch muyushlik haqida yana bir kichigina formulani aytib o'taman. Uch muyushning perimetri. Perimetr bu taraflarning qo'shimchasini aytadi. Misol uchun, o'ylaylik ABC uch muyushlik berilgan, taraflarni A, B, C deb belgilab oldik. Buning perimetrini topish uchun sol uch tarafni qo'shsak bo'ldi. So'ndan bu formula kelib chiqadi, uch tarafni qo'shilsa perimetr deb aytadi. Bir misol ko'rib o'tdik. Taraflari 7, 8 ham 9 ga teng bo'lgan uch muyushlik berilgan, perimetrini ta'minlasa sol 3 santim qo'shsak 24 ga teng deb perimetrni aytamiz. Endi biroq uch muyushlik o'zining yarasa bir sharti bor. Misol uchun qolgan sondan uch muyushlik tuzib ketaverib bo'lmaydi. Misol bu yerda 7, 8, 9 deb oldim, bu uch muyushlik bo'la oladi. Bir kezlar bir sonlarda olgan kezimizda uch muyushlik bo'la olmaydi deb aytishimizga to'g'ri keladi. Onun o'zining yarasa sharti bor. Shu shart to'g'ri bir misollar ko'rsatib o'taman hozir. Şartımız ne zaten? Üç muyushlik şartı deb aytiladi. O'ylab bir uch muyushlik berildi, taraflari A bo'lsa. Şartımız qanday? Uch muyushlikning qolgan ikki tarafini qo'shilsa, uchinchi tarafning ulkan bo'lishi shart. Ya'ni любой bir ikki tarafni qo'shsam, uchinchi tarafning ulkan bo'lishi kerak. Сөйтіп салыстырмыз kerak. Uch tarafni сөйтіп салыстырып chiqamiz. Masalan, A ga B ni qo'saman, C'dan ulkan bo'lishi kerak. Bu shart. Teng bo'lib qolsa da bo'lmaydi. Ya bo'lmasa, A ga C'ni qo'saman, taraflarini qo'shatim hozir, uchinchi taraf B qoladi, so'dan ulkan bo'lishi kerak. Yana bir qoldi, B ga C'ni qo'sganda da A'dan ulkan bo'lishi kerak. Mana shu uch shartni tekshirib, undan keyin uch muyushlikning
hesaplarını istey bersek bolot. Misal görüp öteyik, üç mүйüşlüktün şartı boyunca bir üç mүйüşlük berildi, 4, 7, 2 teң deydi tarapları. Сол tarafları usunday bolgan üç mүйüşlüktün perimetrini tabın deydi. Olsa usunday bir üç mүйüşlük bolama, bolmayma dep sorap atır sizlerden. Misal, жаңа ayttık, şartımız ne zaten? Kalegen iki tarafını koskanda üçüncü taraftan ülken bolup gerek. Onda men hazır 4 ge 7'ni kosaman ülken bolup gerek 2'den. 4 ge 7'ni kosam 11, 11, 2'den şınamen ülken bol durus zat. Bu durus deymiz, yaxşı. Şartımız kanatlandırdı. 7 ge 2'ni kosam 4'ten ülken bolup gerek dep aytam. Kalegen iki tarafta kosup 3. taraftan ülken bolup gerek. 9 ülken 4 bolady, ul da durus dep aytılady. Ham ең акыргысы калды 4 ge 2'ni kosaman 7'den ülken bolup gerek dep aytam. Biroq 4 ge 2'ni kosam 6 чыгады. 6 7'den ülken emas. Onda bul kate dep aytıladi. Осы берген şartlarımızdan birevi kate bolsa, onda bunday üç mүйüşlük bolmaydı dep aytymız керек. Yani bunday üç mүйüşlükti sızууга bolmayt. Bunday taraplары 2, 4, 7 ge teң bolup üç mүйüşlük жок dep aytamыз. Üçüü da durus bolsa, hani сол кезде üç mүйüşlük bola alады dep turup perimetrini taup istep bersek bolady.